oltin olma. O'tgan zamonda ikki qo'shni yashagan ekan. Biri boyu, lekin befarzand. Ikkinchisi esa bola chaqasi ko'p-u, biroq nihoyatda kambag'al ekan. Bola chaqasi ko'p kambag'al qo'shnining uyi kecha-yu kunduz shovqin-suron, to'polon, bag'ir-bug'ir bo'lib, boy qo'shnisinikiga hech tinchlik bermas ekan. Bir kuni boy qo'shni kambag'alnikiga chiqib, tinchlik berasizlarmi yo'qmi? Yeyishga ovqatlaring yo'q, hammadan qarz bo'lib yotibsizlar-u, kechasi-yu kunduzi uylaringizda kulgi, shovqin-suron, bu nima degan gap, deb do'q uribdi. Shunda kambag'al javob qaytaribdi. Ey qo'shni, bizning oltin olmalarimiz bor. Shularni dumalatib, o'ynab, dimog'imizni choq qilamiz. Shuning uchun bizni uyimizda kulgi arimaydi, debdi. Bu so'zni eshitgan boy qo'shni indamay o'z uyiga kirib xotiniga, "Xotin, sandiqni och, oltinlarni ol. Men ularni zargarga olib borib, ikkita oltin olma yasatib kelay, so'ngra biz ham shod va xurram bo'lib yashaymiz", debdi. Xotini sandiqdan oltinlarni olib eriga beribdi. Boy ularni zargarga olib borib, ikkita oltin olma yasatibdi. Olmalarni olib kelib, uyida er va xotin toza dumalatishibdi. Biroq har ikkisida ham quvonch paydo bo'lmabdi. Ular oltin olmalarni dumalatib charchab, endi qanday qilsak biz ham kulib, xursand bo'lar ekanmiz deb o'ylashibdi. Nihoyat boy yana qo'shnisinikiga chiqib so'rabdi. "Qo'shni, biz ham oltin olmalarni eri xotin juda ko'p dumalatib, hech qanday xursandchilikka ega bo'la olmadik. Buni siri nimada? Aytib beringizchi", debdi. Qo'shnisi: "Ey boy bobo, bizning oltin olmalarimiz, kulgimiz, baxtimiz mana shu bolalarimiz. Biz har kuni shular bilan birga quvonamiz, kulamiz, yayraymiz. Natijada qiyinchiliklarimiz ham, qarzlarimiz ham unutilib ketadi. Bular bizning bozorimiz", debdi. Boy o'zining befarzandligidan afsuslanib, peshonasiga bir urib, o'z uyiga kirib ketibdi. Steel Pantera taqdim etadi. O'zbek tilida Tohir va Zuhra, o'zbek xalq ertaklari. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. O'tgan zamonda bir podshoh bor ekan. Uning farzandi yo'q ekan. Kunlardan bir kun o'ylab, xafa bo'lib o'tirsa, o'ng qo'l vaziri so'rabdi: podshohi olam, nega xafasiz? Davlatingiz bor. Hamma fuqaro sizning ixtiyoringizda bo'lgandan keyin buncha xafagarchilikni nima keragi bor? Sharq ertaklari. Kunlardan bir kun bir sichqoncha tug'ilibdi. Bu sichqonning boshqalardan farqi shunda ekanki, uning bo'ynida oq qashqasi bor ekan. G'afur G'ulom, shum bola. Biz yalang oyoq, bo'z ko'ylak ishtonli kirchir bolalar to'tiga yaqinlashib, "To'ti, to'ti, to'ti, to'ti" deb qichqirar edik. Asrakal bizni quvlar edi. Qo'liga tushsak urardi. To'ti bo'lsa orqamizdan "Buyni" deb so'kardi. Alpomish, o'zbek xalq dostoni. Burungi o'tgan zamonda 16 urug' Qo'ng'irot elida Dobonbey degan o'tdi.
Dabonbiydan Alpinbiy degan o'g'il farzand paydo bo'ldi. Alpinbiydan tag'in 2 o'g'il paydo bo'ldi. Katta konining otini boy bo'ri qo'ydi. Kichkinasining otini boy sari qo'ydi. Turmush tasbehi. Umar Xayyom ruboiylari. Ul kimu go'zallarga xandon lab bermish. Dard ahliga jigar qonin zab bermish. Qismatimiz shodlik bo'lmasa ne g'am, shodmiz. Chunki g'amni minglab bermish. Rus tilida. Zumrad va qimmat. O'zbek xalq ertaklari. На краю оврага стоял маленький домик. Жили в домике 4. Старик со своей дочерью Зумрад и жена старика со своей дочерью Киммат. Старуха свою родную дочь Киммат любила, а падчерицу Зумрад ненавидела. Бедную Зумрад она и била, и ругала, и с утра до вечера работать заставляла, ни минуты покоя ей не давала. А Зумрад была девушка красивая, приветливая, умная. Ганс Христиан Андерсен. Qish ertagi. Окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам. Сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. И это смотрели каждый из своего окна, мальчик и девочка, Кай и Герда. Корней Чуковский. Пашша ойпошша. Муха, муха-цокотуха, позолоченное брюхо, муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Sergey Borodin. Dmitriy Donskoy. Tarixiy roman. Гриша вышел со двора и вдалеке перешел улицу. Широко расставив руки, на тяжелых неповоротливых ногах не спеша, пошел он по мосткам к татарину. А Мурзе нравилось на город глядеть, нравилось от прохожих почет иметь. Завидев Гришу, Бурхан слегка скосил на него глаз и отвернулся. Не Мурзе же сворачивать, уступать дорогу. Audio kitoblar haqida ma'lumotlarni www.audiobook.uz saytimizdan olishingiz mumkin. Steel Pantera hamisha siz bilan.